Banda mo'min bo'lmaydi, qo'shnisi uning yomonligidan omonda bo'lmaguncha dedilar. Ya'ni qo'shniga agar kimki aziyat bersa, demak o'sha inson mo'min bo'la olmas ekan. Uning yomonligi nima deb so'raganda aytdilarki, qo'shniga qo'polligi unga zulmidir. Kimdir o'zini hayvonlari bilan zulm qilar, it boqib bolalarini qo'rqitar yoki kimdir ekin-tikinlarni payhon qilish bilan yoki qo'shnini oromini doim buzish bilan ularga mana shunday qalbida nima qilar ekan? Ularga mana shunday holatda azor bergan kishi mo'min bo'la olmas ekan. Albatta mo'minlar, musulmon odam bu jamiyatda yashayaptimi? Qo'ni-qo'shnichilik haqlarini doimo unga shariat ko'rsatgandek muomala qilishlikka ana o'shanda biz majburmiz. Zero mana shu narsa bilan siz bilan bizda mo'minlikni haqqini ado etayotgan bo'lar ekanmiz. Hasan Basri aytadilar: sahobalar so'rashdi, ya Rasululloh, qo'shnining qo'shnida qanday haqlari bor? Deganda u zot javob berdilarki, qo'shning agar qarz so'rasa unga qarz berishing. Agarki u da'vat qilsa, ya'ni chaqirsa, qo'shningga borishing. Agar u kasal bo'lsa, borib ko'rishing. Agar sendan yordam so'rasa, yordam berishing. Musibat yetsa, unga ta'ziya bildirishing. Unga xursandchilik yetsa, uni tabriklashing. Qachonki joni g'arg'araga kelganda uni oldida boshida turib shahodatni aytishing. Qo'shning biror joyga safar qilsa, uning uyini go'yoki o'zingni uyingdek qurib turishliging. Unga qozondan go'sht pishirishlik bilan unga aziyat yetkazma. Qachonki shunday qilsang, qo'shningga ham nasiba chiqar deb aytgan ekanlar.